Короче, mana bunaqa modulchadan bo'lyapti, Wi-Fi modul. Mana shu Wi-Fi ga ulanadi. Mana Wi-Fi ga o'zi mana bunga ulangan. Xohlasangiz точка доступ bilan ulanishi mumkin. Просто login parol berasizlar bo'ldi. Buni login parolini aytaman qanday bunga qo'shish. Tak, mana shunaqa Wi-Fi modul. Endi bunga kirish uchun mana bu ko'ryapsizmi? Mana bu yerda mana точка доступ beryapman hozir. Точка доступni ismi Solar panel. Parol 4.1.4.0 qo'yganman hozir. O'zim Wi-Fi da turibman, lekin точка доступ beryapman bunga. Mana bu modulga точка доступ beryapman. Telefonimdan turib точка доступ beryapman. Endi mana bunaqa programmachaga kiramiz. Mana bu yerda ko'ryapsizmi? Mana точкаcha. Mana bunaqa program, mana Solar panel. Oblakachini rasmini ko'ryapsizmi? То есть hozir через server oblakadan ulanamiz. Modul ham, qo'limdagi modul ham o'zi server onlayn ulanib o'tiribdi, chunki unga точка доступ beryapman-ku. Bu ham o'zi internetda o'tiribdi. Men ham internet orqali shunga ulanaman o'zi mana Solar panelga. Do'stim, parol qo'y degan edingiz, hech kim kira olmasa, mana parol qo'ydim. Parol. O'zgartirsa bo'ladi, любой parol qo'ysa bo'ladi ekan. Hozircha mana 4.1 4.0. Okey. Tak o'zi. Test termadim, shuning uchun ikkinchi sira so'rab qoldi. 1 2 3 4 1 2 3 4. Mana kirdi. O'zi men bularni sizga ko'rsatishdan oldin on qilib qo'ygan edim. Buni mana bu off qilsa bo'ladi. Mana knopka on off. To есть mana bu on off, mana bu tomondagisi. Bu shotganiki. Motor yondi on, motor o'chdi off. Mana shu bilan motor shotgani o'chirib yoqsa bo'ladi. Mana bunisi esa, mana bunisi. Bu skorosti, o'sha motorning skorosti bo'ladi. To есть mana pastda tursa asta aylanadi, teparoq bo'lsa, mana bu oxirinchisida bo'lsa tez aylanadi. Bu tushunarli. To есть mana bu shu shotganiki. Bu независимо ishlaydi. To есть bu o'chiq bo'lsa, mana bu motor yuradiganini yoqsa agar, shotka o'chiq bo'lsa, mana bu motor yuradiganini skorosti, tezligini skorosti. To есть mana bu yonoq bo'lsa, motor yuradigan yonoq bo'lsa, skorost o'chiq bo'lsa, shotka o'chiq bo'lsa, to тогда shotka ishlamaydi, просто oldinga yurib ketaveradi. Shuning uchun ikkovi ham ishlashi uchun buni ham yondirib qo'yamiz, bunga ham skorost berib qo'yamiz. Keyin nima bo'ladi? Konsertga kelib uriladi. Konsertga kelib urilgandan so'ng to'xtaydi, 3 sekund sanaydi. 1 2 3 deydi. To'xtaganda ikkovi ham to'xtaydi. Mana bu shotganiki ham to'xtaydi. Hatto bu yerda yonoq bo'lsa ham to'xtaydi, to'xtab turadi. 3 gacha sanaydi, orqaga ketadi. Yana konsertga teggandan keyin to'xtab qoladi, shu bilan bo'ldi. To'xtab qoladi. Qachongacha mana bularni o'chirib, o'chirmasa ham bo'ladi, menimcha. Bu просто shotganiki. O'chirib, ikkovini ham o'chirib, boshqatdan yondirmasa, unda boshqatdan avval конечно buni menimcha yondirish kerak, shotka aylanishni, keyin yurishni. Oxirgi mana bunday kelib oxirgi konsertga urdimi, to'xtalib qoladi. Keyin o'chiramiz ikkovini ham. Keyin shotkani yondiramiz, keyin yurishni yondiramiz, ikkinchi sikl boshlanadi. Mana shunday bo'ladi. O'zi mana programmachasi tayyor. Короче, mana bunday mana o'zi internetga qo'shilyapman, o'sha programmachasi internetda mana bu modulning ichida tayyor turibdi. O'sha regulirovka qilsa bo'ladi bu modul bilan. O'zi bitta narsa qoldi, o'sha driverchani bitta zapchasti kelsa, o'sha driverni yasayman, buni tekshirib ko'raman, motorlarni qo'yib. Keyin o'sha topshirsam bo'ladi sizlarga.